Assalomu alaykum, hurmatli ishonchli obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2025-yil 12-may sanasi. Karestan navli tarvuz ekkamiz bu yil ham. Hozir sizlarga shuni yaqindan ko'rsatib bermoqchiman. Tarvuz judayam boshqacha tarvuz, to'g'risi. Menga yoqadi. Boshqa nav ko'chatlarga qaraganda bu ancha o'zini yaxshi jihatlari ko'p. Avvalgi bir nima deydi? Aqlli tarvuz tugadi. Har bitta palay holiga qarab tarvuz tugadi. Ikkita uchta tugib tashlab yo ko'proq tugib tashlab, ularni katta qila olmay qolib, unaqa holat bo'lmaydi. Katta palaylar ikkita uchta ham tugib, hosilda katta turaveradi. Kichkinaroq palay bo'lsa, bitta ushlaydi. Uni uzib tashlash shart emas. Mana hozir bu ancha boshqa dolba, labella navli ko'chat ekkanmiz, boshqa tepa polyalarimizga. Oldingi videolarimizda ko'rsatib o'tganman. Ulardan katta hozir. Har bitta palak 3 tadan, o'rtacha 2 tadan, 4 tadan ham bir xillari ushlagan. Eng yaxshi tarafi bir tegiz kattashtiryapti hammasini. Palaklarimiz ham ancha baquvvat, yaxshi. Shuning uchun bittadan qoldirib uzib chiqishga unchalik ahamiyat berayotganim yo'q. Chunki palak kattashtiryapti. O'tgan yil ham shunaqa bo'ldi. 2 tadan, 3 tadan hosil bergan edi.